Toshkent viloyati To'ytepa tumanida Respublika tovar xomashyo birjasi tomonidan viloyatda faoliyat olib borayotgan davlat buyurtmachilari va korporativ birja qatnashchilariga seminar tashkil etildi. Mazkur seminarda Respublika tovar xomashyo birjasida amalga oshirilgan ishlar, birja qatnashchilari uchun yaratilayotgan qulayliklar va yangiliklar borasida to'liq ma'lumot berildi. Qayd etish kerak, Respublika tovar xomashyo birjasi hozirgi davrda barcha sohalarni qamrab olayotgan va 21-asrning eng katta texnologik inqilobi deya e'tirof etilayotgan sun'iy intellekt ishtirokida amaliyotlarni joriy etmoqda. Bundan tashqari, sun'iy intellekt yordamida buyurtmachi va yetkazib beruvchi o'rtasidagi muomala inson omilini minimal darajaga tushiriladi. Shuningdek, ishtirokchilarga ishga tushgan yangi platformalar bo'yicha batafsil ma'lumot berildi. Hozirgi vaqtda birjada Farm.uz, ya'ni Agro.uz platformalari shakllandi. Bulardan oxirgi vaqtda Farm.uz platformasi bu faqat farmatsevtika mahsulotlarini sotish bo'yicha, ya'ni ularni byudjet yoki korporativ tashkilotlarga sotish bo'yicha shug'ullanadi. Asosan shulardan iborat. Agro.uz bu qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish bo'yicha, ya'ni qishloq xo'jalik mahsulotlarini bozor qiymatida xohlagan tadbirkor yoki past sapchiklar byudjet tashkilotlariga sotish imkoniyatiga ega.